Avvalambor assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, aziz vatandoshlar. Xudo xolasa biz o'z xizmatimizga yetib keldik. Manzilimiz Kattaqo'rg'on tumani Kattaning mahallasi o'zlarini shukrona kunlarida ishlayotgan Mahkamtosh angamizda 48 yoshlik tavallud. Bizni kuzatishda davom eting. Xudo xolasa biz sanoqli daqiqalardan so'ng o'z ijodimizni boshlaymiz. Shahzod Shodiyev tabrik agentligi tanlovda deshmangani ketdik. Bizden ulg'aydik mana ey aziz onam, sizni ta'riflashga yetmaydi qog'oz qalam. Bu dunyoda sira tengi yo'q bag'ringizga ishonam. Bizni deya tunlari bedor bo'lgan ovora. Onam bir donam, sizga tortiq bo'lsin bu jonim, jannatim onam. Go'zalsiz azizim bu kim aftun, kulib yuring tog'im. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum aziz do'stlar, aziz vatandoshlar. Bugun o'zlarining qutlug' kunlarini nishonlayotgan Mahkamtosh onamizning tavallud kunlariga yetib keldik. Biz davramizga, badiiy maydonimizga, onajonlarga chorlaymiz. Barchamizga bugungi ayyomlar muborak bo'lsin. Bugun siz tug'ilgan kun, chiroyli oy yuzi, baldan shirindir so'zi, orligingiz baxto'zi. Bugun Arsagina bo'lsin. Oy yuzi, baldan shirindir so'zi, jannatsiz asli o'zi. Bugun siz tug'ilgan kun. So'raganim Xudodan, tilaganim Xudodan. Baxtimizga doimo omon bo'ling onajon. Barchaga baxtiyor bo'lsin. Barchaga taxtiyor bo'lsin. Barchaning jondan sevgan mana shunday onajonlari bor bo'lsin deymiz. Avvalambor assalomu alaykum. Ayyomlar muborak bo'lsin, fayzlash muborak bo'lsin. Mahkamtosh ona, adashmasam bugun 48 bahorni qarshıladingiz. Ilohim 50 bilan elishib, 60 bilan olishib, 70 bilan yetishib, 80 bilan sakrashib, 90 bilan to'qnashib, 100 yoshga kirib birga ishonishlik hammamizga nasib etsin. Nima deb o'ylaysiz? Mana shunday quvonchli kunga biz kim tomonidan qadam bilan jidayladik? Sinjonmikan, o'g'limmikan. O'g'lim. Sitara kelim bilan o'g'lim bo'lsa kerak-da. Voyga qizim aka. Mana shunday quvonchli kunga kelishimizga asosiy sababchi inson. Bu inson aziz farzandingiz Oygul singlimiz tomonidan mana shunday ajoyib kun yetib keldi. Mana bu qarsaklar farzandlar uchun bugun yangilaydi va albatta ushtirish emas, quruq emas, farzandingizda siz uchun ajoyib sovg'alari bor. Dunyodagi eng chiroyli guldasta qolaversa birgalikda eng muqaddas kitob Qur'oni Karim kitoblarini qabul qilib olasiz. Ajoyib ashulalar sado asosida aziz farzandlarni davramizga chorlaymiz. Ayyomlar muborak bo'lsin. Marhamat. Arsaginglar bo'lsin.
boshida farzandingizga bir savol berdim. Onajoningizga qanday ta'rif berasiz deganimda ko'zlariga yosh olishdi. Onajonimizga ta'rif berishga tilimiz ojiz dedilar. Bu inson biz uchun qiyosi yo'q inson dedilar. Ilohim mana shu farzandlaringizda nabiralaringizni baxti kamolni, baxti iqbolini ko'rib turing. Bugun barcha insonlar shu yerda, qavmi qarindoshlari shu yerda. Bir donishmanddan so'rashgan ekan. Dunyoda eng boy inson kim? Eng baxtiyor inson kim deb so'rashganida donishmand shunday javob bergan ekan. Dunyoda eng boy inson ham, eng baxtiyor inson ham boshida otasi bor, onasi bor insonga javob berishgan ekan. Bugun xonadonimizga tashrif buyurgan mehmonlarimizning soni sanog'i yo'q. Bugun adashmasam, onaxonlar shu yerda, yaqin insonlar shu yerda, to'g'rimi? Kimdir onajonimiz? Onajoningiz bo'ladimi? Buvajonlarmi? Keling shu davramizga onajonimizni chorlasak, ikki oz tilaklarni birgalikda eshitamiz. Chunki bugungi qutlug' kunda onajonlarning tilaklari biz uchun juda ham muhim. Marhamat, onajon kelasiz, davrasiz uchun muntazir. Keling, fursatdan foydalangan holda chiroyli tilaklarni amalga oshirib olsangiz, marhamat. Assalomu alaykum. Aziz mehmonjonlar, singlimni, kuyovimni xonadoniga izzat hurmat qilib kelibsizlar. Hammalaringizga katta rahmat. Ko'p yashayingizlar, baraka topingizlar. Mana siz singiljonim qo'shganim ham qo'sha qarisin. Umri uzoq butun bo'lsin. Farzandlari sog' bo'lsin, xonadonlari obod bo'lsin. Ilohim bugun tug'ilgan kunimni qilsak kirdi. 100 yoshlarga kirib o'sdim. Qo'shganimni qo'shib. Hamma o'g'il qizlarini, farzandlarini, qizlarini hammasini rohat kanasini ko'rsin birgalikda. O'sha qalbgina kuyov bilan ular hamisha to'yxona, murodxona bo'lsin. Yaxshi kunlarga keling, hamisha birdagina. Ko'p yashasin, yuzga kirib yuzlar bilan yushlasin. Nimaiki orzu, yaxshi niyatlar hammasiga to'g'ri Allohim o'zi yetkazibgina yursin-da. Ko'p gap bilmayman. Ko'p yashaysizlar, baraka topingizlar. Sog' bo'lsin, o'sha qarisin bizga. Farzandlar bilan hamisha sog' bo'lsa bo'ldi. Sog' bo'lsin. Qarsak ilohi bo'lsin, onajonlarchilar, onajonlaringiz salomat bo'lsin. Adashmasam, opasiga yaqin insonlar ham shu yerda, marhamat. Xo'p, bugun mana oyajonimni, Makkamtosh oyamni tug'ilgan kuni. Fursatdan foydalanib, bugungi tug'ilgan kunlarimdan chin qalbimdan tabriklayman. Men tilayman dunyoda mavjud baxtli hayot sizga yor bo'lsin. Kelajakda shu nurli ko'zingiz yana ming bahorni ko'rsin. Akam bilan qo'sha qorib, mana shu ikkita qizni ham baxti kamolini ko'rib, chiroyli, aqlli, solih yigitlarga uzatib, ana shu yaxshi kunlarda ham biz yonda bo'laylik. Hech kimni hech qachon do'stlar davrasi, qarindoshlar davrasi tark etmasin. Mana shu xonadonga faqat yaxshi kunlarga, to'ylarga kelaylik. Rahmat ukajon, sizga ham omadingiz bersin. Sog' bo'ling. Rahmat, onajonlaringiz salomat bo'lsin. Mehmonjonlar, marhamat, ikki oz tilaklar. Assalomu alaykum, uzoq yaqindan kelgan mana singiljonlar, og'aylar, hammalaringiz mana singlimni tug'ilgan kunida o'tiribsizlar. Singlim bilan pochchani umr uzoq bo'lsin, har doim sog' salomat bo'lsin, ikkita qizini baxt saodatini ko'rib yurish nasib o'zi aylasin. Bu er-xotin ikkoviga hoji ota, hoji ona bo'lib yurish nasib o'zi aylasin. Har doim to'yxona, murodxona bo'lsin xonadonlari. Rahmat. Rahmat, onajoningiz salomat bo'lsin. Marhamat. Assalomu alaykum, hurmatli mehmonjonlar. Men bugun o'z sinimning xonadonlariga hammalaringiz xush kelibsizlar. Mana bugun o'z sinimni tug'ilgan kuni ekan. 48 yosh bahorni ko'ribdi. 48 yoshni bahorda 100 yoshlarga ham shundagina o'tirish Alloh nasib aylasin. Mana ikkita qizi baxtli, saodatli bo'lsin. Yaxshi joylarga unashtirib, yaxshi kuyovlar ato qilsin. O'g'il, ana qizlarim orqasidan o'g'illar bo'lib kelish Alloh nasib aylasin. Ibrohim akam bilan qo'sha qarsin. Yangi uylarda yangi to'ylar, tomoshalar qilsin. Hamisha yaxshi kunlarga kelaylik o'sinimni. Hammalaringizga mayli rahmat, sog' bo'lingizlar.
hurmatli o'g'aynijonlar, mana akamning xonadoniga xush kelibsizlar. Mana bugun yangijonimiz tug'ilgan kuni ekan, 48 yoshda qarshilabdi. Bundan keyin yana 100 yoshlarni ko'rishim nasib aylasin Allohim. Mana shu ikkita qizlari yaxshi joylariga tushib, baxtli, saodatli bo'lib ketsin Allohim. Allohim shu xonadonga hamisha to'ylarga kelingizlar. Yaxshi kunlarga kelingizlar. Onajonar esa salomat bo'lsin. O'zbekistonda bir urf-odat bor. Shukrona kun qanday boshlansa, tugashi ham shunaqa bo'lakan. Grizlar, mana shu shukrona kuning boshidan shu xo'shlagan navbat beramizda aziz farzandlarda barcha yaqin qavm qarindoshlarda davramizgacha olaymiz. Davramizda aziz onajonlar, qavm qarindoshlar o'ynasin. Qana, ketdi bo'lmasin. Uyimizdagi farishtasi o'zingiz, Manoli har bir aytgan so'zingiz. Uyimizdagi farishtasi o'zingiz, Manoli har bir aytgan so'zingiz. Quvoshdan yayrar bugun ko'zingiz, quvoshdan yayrar bugun ko'zingiz. Farzandingiz baxtin ko'ring onam, bandingiz baxtin ko'ring onam. Onajonim, jonajonim, mehribonim onam, qandajonim yuvaman har bir onim onam. Yolumda bo'ling onam, yuzga kirganimda ham yonimda bo'ling onam. Qadamingizga gul olason, atrofingizga to'lab olason. Qadamingizga gul olason, atrofingizga to'lab olason. Dunyolar ko'zlarimga kelsa bor, dunyolar ko'zlarimga kelsa bor. G'am yemayman yonimda onam bor, g'am yemayman yonimda onam bor. Onajonim, jonajonim, mehribonim onam, qandajonim yuvaman har bir onim onam. Onajonim, jonajonim, mehribonim onam, qandajonim yuvaman har bir onim onam. Siz uchun atalgan sho'xsang bukaydir onam, siz uchun atalgan sho'xsang bukaydir onam. Yuzga kirganimda ham yonimda bo'ling onam, yuzga kirganimda ham yonimda bo'ling onam.
Sizlar esa salomat bo'lsalar, hammamiz bugunda xonadonda mana shuna shukrlar, to'ylar, tomoshalar, mana shuna shukrlanaylar ko'p bo'laversin. Mana shuna jabranishlik barchamizga nasib bo'lsin. Keling hozir Onajon davramizga, badiiy maydorimizga aziz farzandlaringizni chorlasak. Ya'ni davramizga Oygul qizingizni, Jasmina xonni, birgalikda qizingizni davramizga chorlaymiz. Fursatdan foydalangan holda aziz farzandlaringizni siz uchun ajoyib tilaklarni birgalikda eshitamiz, tinglaymiz. Marhamat, aziz farzandlar, kelasizlar. Jasminaxon, Oygul davratlari uchun muntazir. Tug'ilgan kuningiz bilan ayajonim, men sizni yaxshi ko'raman. Doim baxtimizga sog' salomat bo'lib yuring. Bunaqa yoshlarni ko'pini ko'ring. Onajonim, sizni tabriklayman. Yuzlarga kirib yuring, hojona hojati bo'lib yuring. Alloh nasib etsa mana shunday kunlarga sizlar Oygul Jasminaxon dunyodagi eng baxtiyor inson. Siz boshingizda mana shunday onajoningiz bor. Bu inson kim? Ona kim? Ona bizni mana shunday yorhaga kirishimizga asosiy sababchi inson. Yemay yedirgan, kiymay kiydirgan, vaqt kelganda bedor o'tkazgan tunlari hurmatiga bugun farzandlar niyat qilishgan. Albatta Alloh tomonidan mana shunday niyatlar amalga oshmoqda. Makamdosh onajonimizga yo'llar muborak bo'lsin, fayz yaxshi muborak bo'lsin deb qolamiz. Har doim vaqtimizga onalarimiz, otalarimiz sog' salomat bo'lsin. Jonimga do'st qadrdon, ko'rmasam ko'ngil vayron. Tabarruk tanti inson, himmatimsiz onajon. Farzand deb dar topganim, to'rt tomonga chopganim, bu dunyoda topganim, savlatimsiz onajon. Rizqim qator terilgan, yurakka dard berilgan, onam bordek kerilgan, savlatimsiz onajon. Sizsiz yurak bosh yurakmas, sizsiz tilak tilakmas. Oygul qolaversa Jasminaxonga jannat kerakmas, jannatimsiz onajon, savlatimsiz onajon. Ilohim farzandlaringiz baxt kamolni, baxti quvonchni ko'rib yuring har doimgidek. Fursatdan foydalangan holda mashtaki mehmonlarimizga, aziz farzandlaringizga qalbingizda tilaklaringiz, dilnomalaringiz bo'lsa, biz orqali amalga oshirish imkoniyatiga egasiz. Marhamat. Assalomu alaykum qarindoshlarim, hamma yaxshi ko'rgan insonlarim, hamma shu yerga meni izzat, hurmat qilib kelgan ekan. Hammasiga rahmat deyman. Xush kelibsizlar hammalaringiz. Nasib etsa ana shunday to'y tomoshalar qilganimda hojona hojatlar bo'lib yurganlarimizda nasib etsa hammalaringizni yana kutib qolaman. Hammalaringizga rahmat, izzat, hurmat qilib kelganlaringiz. Sizlarga ham katta rahmat. Allohim dunyo turguncha turingizlar, omadlaringiz bersin. Hammalarga katta rahmat. Hammasiga rahmat. Assalomu alaykum o'g'illar, opa-singillarim. Bugungi men Sodiyoga ketamiz. Kelinim makamdosh nasib bo'lsa 60 yoshga qarshilayapti. Xudoga xudoronda kelajagi porloq bo'lsin. Ikki qizlar tasdan Xudoga hurmat izzat olib, el qatori yaxshi joylarga nasib qilsin qizlarlar. Ibrahimjon ukamam ko'rsatamiz Xudoga. Baxtlikina bo'lsin bolalari ham. Hamisha birga ana shunday o'yin kulgil kechalari nasib qilsin bizlarga, to'ylarga kelaylik, yaxshi kunlarga kelaylik. Hamisha birga ana shunday sazgarchilikni so'rab qolaman Allohimdan. Egizak farzandlarim, katta qiz, yigitlar bo'lsin Xudoga kelgusida. Ularni huzur halovatlarini ko'rgizsin makamdoshim. Men bu kelinim Sanjonam huzur halovatlarini ko'rgizsin. Katta qizlar, yigitlar bo'lsin Xudoga xudoga. Hammalari sog' bo'lingizlar. O'ylagan niyatlaringizga yetingizlar Xudoga. Sizlarga katta rahmat e'tiborlaringiz uchun.
baraka topinglar. Kelingizlar boshqa vaqtlari yo'q. Qarsak e'lon bo'lsin azizlar, har narsani boshi bo'lganidek oxiri ham mavjud. Bizga yozadigan vaqt ham o'z nihoyasiga yetib bormoqda. Ilohim mana shu farzandlaringizni baxt kamolini ko'rib, kelajakda hojini boshlashingizda Allohdan so'raymiz. Alloh nasib etib, oradan yillar o'tib, Alloh nasib etib qizlaringizni nikoh to'ylarida o'tkazishga hammamizga nasib etsin. Kamina boshlovchingiz Shahzod Shodiyev bugun sizning xizmatingizda bo'lib bordi. Yana bir bora barchangizga tavallud kunlar muborak bo'lsin. E'tibor uchun, ehtirom uchun katta rahmat. Ayyomlar muborak bo'lsin.